ko'rinmas qo'lqop. Albatta siz uchun bu qiziq bo'ladi. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. O'zini yaxshi ko'radigan insonlar, sizlarga zo'r mahsulot olib keldim. Mana qo'limda ko'rib turibsiz. Bu albatta qo'lqop. Bu qo'lqopni kiyishdan maqsad kir narsalardan o'zini saqlash. Chang, kir narsalardan saqlash. Shunda yechaman va bemalol mehmondorchilikka borishi mumkin. Lekin sizlar mana shu qo'lqopda kiyib o'tirishinglar shart emas. Mana shu mahsulotni olasizlarda, bemalol qo'lingizga qo'yib bering. Qo'lingizga bir tomchi, mana. Bir tomchi quyasizda ishqaling. Yaxshilab ishqalangda mana. Qo'lingizni qo'lqop sifatida qo'lingizni atroflarini o'rab oladi, yaxshilab surting. Endi mana hech narsa qolmadi. Mana hech narsa qolgani yo'q. Lekin ko'rinmas qo'lqop bo'lib qoldi. Qo'lingiz mayin bo'ladi. Bu joyda tadbirga bordingiz, ko'pchilik bilan so'rashdingiz, qo'lingiz уже mikrob bo'ldi. Lekin biron joyga borganingizdan keyin qo'lingizni yuvaman degan paytingizda sovun topolmadi. Ana o'sha vaqtda siz qo'lingizni shundoq suv quygan paytingizda ko'rsating qo'lingizni. Qo'lingizni olib keling. Qo'lingizni ana o'sha vaqtda mana quruq, qo'lingizga suv quyasiz. Qo'lingizga suv quyasizda mana ishqaling. Kameraga ko'rsating. Mana qo'lingiz уже ko'ping. Bu sovun vazifasini bajaryapti. Qo'lingizdagi barcha kirlarni chiqarib yuboradida, chiqarib olgandan keyin уже qo'lingiz ko'rinmas qo'lqop уже vazifasini bajarib o'tab bo'ldi. Bemalol mehmondorchilikka kirib iste'mol qiladigan narsalarni iste'mol qilaverasiz, so'rashadiganlar bilan so'rashaverasiz, qo'lingiz yana qayta toza bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Bu mahsulot ko'rinmas qo'lqop hisoblanadi. Qo'lingizga surtganingizdan keyin уже oddiy holatda yuraverasiz, qo'lingiz mayin bo'ladi. Hozir ko'rsatganimizdek yana qaytadan bemalol qo'lingizga yuborsangiz bo'ladi. Ko'rinmas qo'lqoplar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga alohida chiqsanglar, butun respublika bo'ylab yetkazib beramiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, like, podpiska bosishdan chiqmasin.